Yevropa komissiyasi Ukrainaga 2025-yilga oxirgi moliyaviy yordami sifatida 2,3 milliard yevro o'tkazdi. Yevrokomissiya vakili Olaf Jil. Zelenskiy yil oxirigacha Rossiyaning harbiy sanoati bilan hamkorlik qilayotgan Xitoy fuqarolariga nisbatan sanksiyalar joriy etilishini e'lon qildi. Strana Ukraina prezidenti shuningdek Rossiya agressiyasini oqlaydigan va ommaviy madaniyat vositalari orqali Moskva ta'sirini targ'ib qiladigan shaxslar hamda sportdagi faoliyati va sportga bo'lgan jamoatchilik e'tiboridan Rossiyaning bosqinchilik siyosatini ulug'lash uchun foydalanayotgan sportchilarga nisbatan ham sanksiyalar qo'llashni bildirdi. 2025-yilda Rossiya hududiga dronlar hujumlari soni 30% dan ko'proq oshdi. Novaya Gazeta Yevropa nashr jurnalistlari hujum sifatida dron qulab tushgan yoki nishonga yetib borgan holatlarni hisobga olgan. 2025-yilning to'liq bo'lmagan davrida bunday holatlar qariyb 4000 tani tashkil etgan. Dron zarbalari Rossiyaning kamida 49 ta hududi, shuningdek anneksiya qilingan Qrim va Sevastopolda qayd etilgan. Yevropa Ittifoqi Kengashi Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni yana 6 oyga 2026-yil 31-iyulgacha uzaytirishga qaror qildi. Ommaviy axborot vositalari Retrusning Rossiya sobiq SSRni Yevropa qismidagi hududlarni qaytadan egallashni istayotgani haqidagi xabari mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovning ta'kidlashicha, bunday hisobotlar mavjudligi haqidagi ma'lumotlar qanchalik ishonchli ekani noma'lum. Biz bu borada qandaydir xabarlarni ko'rdik. Bu razvedkaning xato mulohazalari va xulosalari toifasiga kiradi. Bu mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmaydi, dedi Kreml vakili. Avvalroq Retrus agentligi AQSh razvedkasi ma'lumotlarga tayanib, Putin butun Ukrainani egallash va Yevropaning ilgari SSR tarkibiga kirgan ayrim hududlarni Rossiyaga qo'shib olishini istash haqida xabar bergan edi. Ukraina va Rossiya o'rtasidagi tinchlik faqat harbiy harakatlarni to'xtatish emas, balki barqaror kelajak uchun munosib asos bo'lishi kerak. AQSh prezidentining maxsus vakili: bizning umumiy maqsadimiz insonlarning o'limini to'xtatish, kafolatlangan xavfsizlikni ta'minlash va Ukraina uchun tiklanish, barqarorlik hamda uzoq muddatli farovonlikka erishishdir, deya qo'shimcha qildi Steve Witkoff. G'arb razvedkasi Rossiyani Elon Muskning Starlink sun'iy yo'ldoshlariga qarshi qurol yaratishda gumon qilmoqda. Agentlik tanishib chiqqan razvedka ma'lumotlariga ko'ra, ushbu qurol sun'iy yo'ldoshlar orbitasiga 100 minglab juda mayda metall granulalarni sotishga asoslangan. Ularni kosmik obyektlarni skanerlaydigan tizimlar payqamay qolishi mumkin. Bu bir vaqtning o'zida bir nechta sun'iy yo'ldoshni ishdan chiqarishi hamda boshqa orbital tizimlarga ham zarar yetkazish ehtimolini tug'diradi. Hujjatda bu qurol qachon amaliyotga tayyor bo'lishi mumkinligi aytilmagan. Rossiya Starlink yo'ldoshlarini o'zi uchun nihoyatda jiddiy tahdid deb hisoblaydi. Starlink sun'iy yo'ldoshlari Ukraina harbiylariga ham, tinch aholiga ham internetdan foydalanish imkonini beradi, deya qayd etdi Associated Press nashri. AQSh va Rossiya o'rtasidagi Ukraina bo'yicha muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Clash Report nashr ma'lumotlariga ko'ra, hududlar va xavfsizlik kafolatlari masalalari hanuzgacha hal etilmagan. Moskvada avtomobil portlashi natijasida Rossiya armiyasi generali halok bo'ldi. U Ukrainadagi harbiy harakatlarni boshqarayotgan qo'mondonlardan biri bo'lgan. Ukraina dronlari Rossiyaning Krasnodar o'lkasida quvur, 2 ta bandargoh va 2 kemaga zarar yetkazdi. Meduza 22 dekabrga o'tar kechasi Ukraina uchuvchisiz uchish qurilmalari Krasnodar o'lkasini Teryuk tumanidagi Volna posyolkasiga hujum qildi. Mazkur posyolkada Taman dengiz porti joylashgan, deya xabar bermoqda nashr. NATO bosh kotibi Rossiya tinchlik kelishuvini buzgan taqdirda Yevropa davlatlari Ukrainaga qo'shin yuborishga tayyorligini bildirdi. Mark Rutte bu haqida Bild nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Albatta, hozircha biz tafsilotlarni ochiqchasiga muhokama qilyapmiz. Ammo shuni ayta olamanki, bir qator Yevropa davlatlari zarurat tug'ilsa, qo'shin ajratishga tayyor ekanini ma'lum qildi, dedi Rutte. Uning qo'shimcha qilishicha, hozir ko'ngillilar koalitsiyasining aniq tuzilmasini belgilash ustida ish olib bormoqda.
Kuchlarni quruqlikda, dengizda va havoda qanday joylashtirish masalasi hal qilinishi lozim.